Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men Jumayeva Zohida Muhammadjonova Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti boshlanish ta'lim kafedrasi o'qituvchisi bo'laman. Bugun sizlar bilan 4-sinf darsliklari mazmun mohiyati mavzusi haqida suhbatlashamiz. Asosan yangi davr darsliklarining mazmun mohiyati haqida to'xtaladigan bo'lsak, bilamizki, hozirgi kunda ta'lim tizimi tez rivojlanib bormoqda. Shu jarayonda yangi davr darsliklari o'quvchilarning bilimini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish va zamonaviy ta'limga moslashish uchun yaratilgan. Yangi davr darsliklari an'anaviy kitoblardan farqli ravishda amaliy va hayotiy misollarga boy, interfaol topshiriqlar asosida tuzilgan. O'quvchilarni fikrlashga undaydi. Darsliklarda asosiy e'tibor o'quvchiga qaratilgan. U mustaqil fikrlash, izlanish va tahlil qilishga o'rgatadi. Savol-javoblar, guruhlarda ishlash, loyihaviy topshiriqlar, har bir mavzu kundalik hayot bilan bog'langan. Matematika masalalari hayotiy holatlarga asoslangan. Ayniqsa matematikasini oladigan bo'lsak, har bir mavzusi yondosh mavzular asosida boyitilgan. Matematika darsligidagi masalalarning mazmuni kundalik hayot bilan bog'liq hisoblanadi. Tabiiy fanlar tabiat bilan bog'langan rasmlar, sxemalar va diagrammalar ko'p. Ona tili darsligini oladigan bo'lsak, matnlar sodda, tushunarli yozilgan. O'quvchilar tezlikda tushunib, uni tahlil qila olishlari mumkin hisoblanadi. Ko'plab darsliklarda QR kodlar mavjud bo'lib, bunda videolar, qo'shimcha materiallar, ma'lumotlar, testlar bilan ishlash imkonini beradi. Yangi davr darsliklari bu oddiy kitob emas, balki o'quvchini hayotga tayyorlaydigan zamonaviy ta'lim vositasi hisoblanadi. Ular orqali o'quvchilar faqat bilim olish bilan emas, amaliy ko'nikmalarni egallashlari ham mumkin. Darsliklar bilan tanishamiz. Asosan ona tili. Demak, bizga ma'lumki, har bir chorakka mo'ljallangan 4 ta qismdan iborat. Matematika darsligi ham xuddi ona tili o'qish savodxonligi singari har bir chorakka moslashtirilgan 4 ta qismdan iborat. Demak, tabiiy fan darsligimiz